Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadiyev Behruz Hafizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun demak sizlar bilan molekulyar fizika kursidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi molekulyarning tezliklar hamda kinetik energiyalar bo'yicha taqsimoti, Maxwell taqsimotini qarab chiqamiz. Xo'p, qisqacha nazariyasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu Maxwell taqsimotining formasi, ya'ni molekulalarning tezliklar bo'yicha komponentasining o'sha taqsimot funksiyasini qarab chiqqandik. Bu taqsimot funksiyasi quyidagicha edi, ya'ni f vx tezliklar bo'yicha taqsimoti teng m0 taqsim 2 pi kt ildiz ostiga teng edi. Ko'paytirilgan y darajasida minus m0 vx kvadrat taqsim 2 kt ga tengligi kelib chiqardi. Bu yerda m0 molekulani massasi, k esa Boltzmann doimiysi, t imiz esa absolut temperaturada hamda vximiz bu ox o'qi bo'yicha molekulalarning v tezligiga teng edi. Xo'p, absolut tezliklar bo'yicha ham molekulalarning taqsimot funksiyasi Maxwell taqsimot tenglamasi bor edi. Bu tenglamamiz f v imiz barobar 4 pi ko'paytirilgan kubik ildiz ostida m0 taqsim 2 pi kt ga teng yoki ko'paytirilgan vx kvadrat ko'paytirilgan y ning minus m0 v kvadrat taqsim 2 kt ga teng edi. Xo'p, Maxwell taqsimotini qisqartirilgan shaklda ham ko'rib chiqqandik. Bu yerda molekulalar soni u tezliklar bo'yicha taqsimoti bor. Soni bo'yicha bu teng ekan 4n taqsim ildiz osti pi y darajasi minus u kvadrat ko'paytirilgan u ko'paytirilgan delta u ga teng edi. Mana bu demak Maxwell tenglamasini qisqartirilgan holati, ya'ni molekulalarning tezlik komponentlari bo'yicha bu yerda taqsimoti ifodalaydi bu tenglamamiz. Shu jumladan endi u tezligimiz bu v taqsim v ga teng, ehtimoliy tezlikka nisbati v ehtimoliy eng katta ehtimoliy tezligimiz ildiz osti 2r t taqsim m0 ga teng bo'ladi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, demak eng katta ehtimoliy tezligimiz bu temperatura hamda molekulaning massasiga bog'liq ekan. Endi temperatura oshgan sari bu tezligimiz oshadi. Molekulaning massasiga esa bu tezligimiz teskari kvadratik ildiz ostida bog'liq ekan. Xo'p, n molekulalarning umumiy soni hisoblanadi. Endi eng katta ehtimoliy tezligimiz ham bor. Eng katta ehtimoliy tezligimiz aytib o'tdik 2rt taqsim m ga teng, ya'ni k taqsim m0imizda bu universal gaz doimiysi hamda molyar massa orqali ifodalashimiz mumkin. Molekulalarning o'rtacha arifmetik tezligi kattaligimiz ham bor. Bu v o'rtachamiz 8rt taqsim pi mu ga teng. Bu yerda m molyar massaga teng edi. Xo'p, o'rtacha kvadratlik tezligimiz sizlar bilasizlar, bu ildiz osti 3rt taqsim m ga teng va Maxwellning energiya bo'yicha taqsimotini yozishimiz mumkin. Bu f barobar 2 taqsim pi k ning kubi ko'paytirilgan t ning kubinchisi ko'paytirilgan ildiz osti y ko'paytirilgan y ning demak minus k taqsim y taqsim k tenchisiga teng ekan. Molekulalarning kinetik energiyasi bilamizki, bu mexanika kursidan ham bu molekulaning massasini uning tezligining kvadratiga ko'paytirib yarmini olishimiz kerak. Bu kattaliklarimiz demak masalalar ishlash uchun qo'llaymiz. Birinchi masalamizni ko'rib chiqamiz. Biror gaz molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi 450 metr taqsim sekundga teng. Gazning bosimi esa 5⁴ newton taqsim metr kvadratga teng yoki bo'lmasa 5 darajasi 4 paskalga teng bo'ladi. Mana shu sharoit uchun gazning zichligini topishimiz kerak. Xo'p, berilgan sharoitda demak kattaliklarimizni qo'yib chiqamiz. Kvadratik tezligimiz 450 metr taqsim sekundga teng ekan. Bosimimiz esa 5⁴ paskalga teng, newton taqsim metr kvadratga teng ekan. Bosimni kinetik energiyaga bog'langanlik formulasi mavjud. Bu p barobar 2 taqsim 3 n y kinetikka teng ekan. Va bu yerda konsentratsiyani o'rniga bu molekulalarning, ya'ni gazning zichligini bitta molekulaning massasiga nisbat olsak bo'ladi va bu orqali tepadagini ifodalaymiz hamda kinetik energiyamizning o'rniga m0 v kvadratik tezlikda qo'ysa agar yarmini va bu holatda bosimimiz quyidagi ifoda bilan ifodalanadi. Bu yerda endi aytib o'tganimizdek molekular birlik hajmga to'g'ri keladigan molekular soni, m0 esa bitta molekulaning massasi hisoblanadi. Bunga muvofiq agar biz topadigan bo'lsak, ikkilar qisqarib ketadi, m0lar qisqarib ketadi hamda
bosimimiz rho v kvadrat taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu yerdan zichlikni topadigan bo'lsak, 3p taqsim v kvadratga teng bo'ladi. Bu berilgan masalaning sharti uchun, demak, zichlikni topish formulasi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, rho barobar 3p taqsim v kvadrat mos bo'lgan kattaliklarni qo'yish orqali biz zichlikni topishimiz mumkin. Zichligimiz esa bu yerda 0,74 kilogramm taqsim metr kubga teng ekan, yoki bu 740 gram taqsim metr kubga teng bo'ladi. Demak, javob 0,71 kilogramm taqsim metr kub. Keyingi masalamizni ko'ramiz. 7 gradus haroratda 1 kilogramm azot molekulasining aylanma harakat kinetik energiyasini topishimiz kerak. Aylanma harakat kinetik energiyasi bu mv kvadrat taqsim 2 ga teng edi, yoki 3 taqsim 2 rt ga teng edi. Xo'p, berilgan sharoit uchun gazning massasi 1 kilogramm, uning temperaturasi 7 gradus Selsiyimiz bu 280 gradus Kelvinga teng bo'ladi. Molyar massasi azotning molyar massasi bu 28 -3 kilogramm taqsim 0 ga teng. Hamda universal gaz doimiz bu 8,31 joule taqsim Kelvin ko'paytirilgan molga teng bo'ladi. Hop, berilgan sharoit uchun aylanma harakat kinetik energiyasi bu I taqsim 2 m taqsim mu rt ga teng, yoki I taqsim 2 mu rt ga teng bo'ladi. I bu yerda o'sha erkinlik darajasi hisoblanadi. Erkinlik darajasi demak bizda 2 bu yerda. Shuning uchun ham qisqarib ketsa, u holatda m taqsim mu rt degan ifodamiz kelib chiqadi. Va topilgan ifodamizda orqali bu yerda demak o'sha kinetik energiya, aylanma harakatining kinetik energiyasini topishimiz mumkin. Bu yerda demak 1 taqsim 28 ko'paytirilgan 10⁻23 qo'ysak, ko'paytirilgan universal gaz doimiz hamda temperatura, aylanma harakat kinetik energiyasi 83,1 kilojoule ga teng ekan. Xo'p, bu yerda aytib o'taman yana bir narsaniki, bu aylanma harakatining kinetik energiyasi. Bundan tashqari ilgarilma harakatining kinetik energiyasini topishimiz mumkin edi. Bu boshqacharoq ifoda bilan topilardi. Demak, javob berilgan shart uchun aylanma harakatingizning kinetik energiyasi 83,1 kilojoule ga teng ekan. Uchinchi masalamiz, molekullarning energiya taqsimot funksiyasidan foydalanib, energiyaning eng katta ehtimoliy demak qiymatini aniqlashimiz kerak. Demak, o'sha mos keladigan energiyaning eng katta ehtimoliy qiymati. Yuqorida bu formulani ko'rib chiqdik, ya'ni Maxwell'ning energiya bo'yicha taqsimot tenglamasi bu Fy barobar 2 taqsim ildiz ostida pi k kub t kub ko'paytirilgan ildiz ostida y ko'paytirilgan y ning minus y taqsim k teyinchi ifodasi bilan ifodalanadi. Y bu yerda molekulaning kinetik energiyasiga teng edi, hamda bu energiyamiz, kinetik energiyamiz ehtimoliy o'sha energiyaga teng bo'lsa, yoki bo'lmasa f y'imiz teng f y funksiyaga maksimalga teng bo'lganda df taqsim dy, ya'ni y teng y bo'lgandagi o'sha nisbatiga teng bo'lib qolar ekan. Endi birinchi ifodamizni biz energiyamiz boyagi ehtimoliy energiyaga teng bo'lgan holat uchun differensiallab va buni 0 ga tenglashtirib y ni topishimiz, ehtimoliy o'sha energiyani, eng katta ehtimoliy energiyani topishimiz mumkin. Va buni quyidagicha bajaramiz. Buni differensiallaymiz-da, hamda 0 ga chiqqan differensialni demak 0 ga tenglashtiramiz. Endi bu ifodamiz 0 ga teng bo'lishi uchun qavsning ichidagi ifodalarimiz 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 1 taqsim 2 ildiz osti y minus ildiz osti y taqsim k deymiz. Nega? Demak 0 ga teng bo'lishi kerak. Shu mavrudda tenglamamiz ikkinchi hadini olib turib chap o'ng tomonga o'tkazsak, quyidagicha kelib chiqadi. Bu yerda ildiz ostida y'lar ko'paytirsa agar, bu 2 demak y ehtimoliy energiyaga teng bo'ladi. Bu k t ga teng bo'lsa agar, bu yerdan y ehtimoliy o'sha eng katta energiyaning eng ehtimoliy qiymati 1 taqsim 2 k t ga teng bo'lar ekan. Xo'p, berilgan demak shartlardan ko'rinib turibdiki, eng katta ehtimoliy energiyamiz 1 taqsim 2 k t ga teng bo'lib qolar ekan.
Keyingi masalamizni ko'ramiz. 150 gradus Selsiy azot haroratda azot molekulalarining qancha qismi 300 metr taqsim sekunddan, demak 325 metr taqsim sekundgacha oralikda tezlikka ega bo'ladi. Endi berilgan temperatura uchun gazning molekulari har xil tezlikka ega bo'ladi. Bizdagi topishi kerak bo'ladigan kattaligimiz, demak tezliklar orasida o'sha 300 hamda 325 metr taqsim sekund intervaldagi oralikdagi molekular sonini topishimiz kerak. Buning uchun temperaturamiz demak kelvinga aylantirsak 423 kelvinga teng, V1 tezligimiz 300, V2miz 325 metr taqsim sekund, molyar massa azot uchun bu 28-3 kilogramm taqsim molga teng va buning uchun Maxwell tenglamasini yozishimiz mumkin. Maxwellning demak sodda tenglamasi bor edi. Soddalashgan o'sha delta intervalda, ya'ni delta V intervalda yotgan molekular sonini topish uchun bu demak delta n taqsim n teng 4 taqsim ildizosti v kvadrat ko'paytirilgan y ning minus u kvadrati darajasida u kvadrat delta u bo'yicha. Endi bizlarda har bitta kattaligimizni hisoblaymiz. Bu yerda delta uyimiz delta v taqsim v ga teng, delta v ning o'zi esa keyingi tezlik bilan boshlanib, oldingi tezlikning ayirmasini, demak v ehtimoliy tezlikka nisbat olishimiz kerak. Yuqorida aytib o'tdikki, v ehtimoliy tezligimiz bu 2 ildizosti 2rt taqsim mu ga teng bo'ladi. Uchinchi ifodamiz 2 va 3 ni olib borib 1 ga qo'ysa agar umumiy ifodamiz kelib chiqadi. Bu yerda delta n taqsim nimiz 4 taqsim ildizosti pi ko'paytirilgan y ning minus v kvadrat mu taqsim 2rt ko'paytirilgan v1 ning kvadrati mu taqsim 2rt ko'paytirilgan v2 minus v1 ko'paytirilgan ildizosti mu taqsim ildizosti 2rt ga teng bo'ladi. Demak, mana bu o'sha delta v intervalda yotgan, ya'ni v2 minus v1 integralda yotgan molekulalarning o'sha taqsimoti hisoblanadi. Bu yerdagi kattaliklarni qo'yib hisoblashimiz mumkin. Ya'ni berilgan hamma kattaliklarimiz bor va bu nisbat 28% ekan. Bu nima degani? Gaz molekulalarining 28% ning tezligi 300-325 metr taqsim sekund oralikda yotar ekan. Keyingi masalamizga o'tamiz. Endi tezliklari ildizosti v kvadratdan ildizosti v kvadrat plus delta v intervalda yotgan molekularning n1 soni tezliklari v dan v plus delta v intervalda yotgan molekular soni n2 dan necha marta kichik. Bu ham xuddi yuqoridagiday masala hisoblanadi, faqat bu yerda sal boshqacharoq interval, aniq son qiymatlari berilmagan. Shuning uchun buni quyidagicha topishimiz mumkin. Endi molekularning tezliklari bo'yicha taqsimoti Maxwell ifodasini, ya'ni yuqoridagiday yozamiz. Ya'ni tezliklar taqsimoti bo'yicha Maxwell ifodasini va Maxwellning demak v delta v intervalda yotgan molekularning sonini quyidagicha yozib, bu yerda tezlikni endi v dan v plus delta v gacha integrallaymiz ikkinchi ifoda orqali. Endi bu yerda ikkita holatda bo'ladi. Agar delta v'imiz v ehtimoliy tezlikdan juda kichkina bo'lsa agar, bu holat uchun interval, bu interval uchun demak f funksiyamiz fv teng konstanta deb hisoblashimiz mumkin. Ya'ni bu yerda delta v'imiz v ehtimollikdan juda kichkina bo'lsa. Ikkinchi holini quyidagicha yozishimiz mumkin. Yuqoridagi integrallar delta n1 taqsim n ni quyidagicha integrallasak, ya'ni tezligimiz chegarasi v dan v plus delta v gacha, u holatda ifodamiz f v ko'paytirilgan delta v ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, endi v ehtimoliy tezligimiz 2 kt taqsim m0 m ga teng va birinchi va ikkinchi ifodani quyidagi e'tiborga olib, demak quyidagini olishimiz mumkin va bu yerda delta n1 taqsim n ni yoki yuqoridagi hisoblasa agar 4pi m taqsim 2pi kt kubik ildizosida ko'paytirilgan eksponensial minus 1 ning demak minus 1 ko'paytirilgan 2 kt taqsim m ko'paytirilgan v ifodaga ega bo'lamiz. Endi ikkinchi tomoni bor. Tezligimiz yuqorida demak v dan v plus delta v deb hisobladik. Endi ikkinchi qismida tezligimiz delta v kvadratdan delta v ildizosti v kvadratdan ildizosti v kvadrat plus delta v uchun hisoblab chiqamiz.
Va bu holatda ham delta v'miz v kvadrat tezlikdan juda kichkina bo'lgan holat uchun fv funksiyani konstanta deb olishimiz mumkin. Va birinchi, ikkinchi ifodaga ko'ra buni demak quyidagicha yozamiz. Delta n2 taqsim n'imiz demak integrallasak f ildiz v kvadrat ko'paytirilgan delta v ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, o'rtacha kvadratik tezlikni, ya'ni ikkinchi holatimizda endi o'rtacha kvadratik tezligimiz bu ildiz 3 taqsim m ga teng edi. Buni e'tiborga olsak, 4-ifodamiz kelib chiqadi. Yuqoridagi inobatga olgan holatda endi 3 hamda 4-ifodani e'tiborga olib, delta n1 ni delta n2 ga nisbat olishimiz mumkin. Ko'rinib turibdiki, bu yerda mos bo'lgan kattaliklar qisqarib ketadi hamda natijada bizda eksponensial 1/2 ko'paytirilgan 2/3 kattalik kelib chiqadi va bu nisbatimizni agar hisoblasak, agar hop ikkilar qisqarib ketsa 1/3 kelib chiqadi. Endi teskarisi n2 ni n1 ga biz nisbati so'ralyapti. Buni hisoblasak, demak 2/6 yoki 1.1% nimasi darajasi kelib chiqar ekan. Demak, javobimiz 1.1 kattalikka teng ekan. Yuqoridagi mavzuga mos bo'lgan, ya'ni yechib ko'rsatilgan masalalarga bog'liq bo'lgan 6 ta masala o'zlaringizga havola qilib qolamiz va bu masalalarni mustaqil ishlab, qayerdadir tushunmovchiliklar bo'lsa yoki chiqara olmagan masalalaringiz bo'lsa, quyidagi kontaktlar orqali murojaat qilishingiz mumkin va biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Faqat bu mavzuga doir bo'lgan ma'ruza qismimizni hamda yuqorida ko'rib chiqqan qisqacha nazariya hamda masalalarda ko'rib chiqishingizni tavsiya qilib qolardim. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.